bir arobiydan so'rashgan ekan. Sen hech jannatga tushaman deb o'ylaganmisan deb. Desa bu nima dermishlar? Arobiy rosa to'g'ri odam, qishloq odam bo'lar ekan. "Ey, sen nima deyapsan? Allohga qasamki, men biron marotaba bu haqda shubha qilmaganman. Men albatta jannatga tushaman. Men albatta jannat bog'larida sayr qilaman. Albatta jannat suvlaridan ichaman. Nimaga bilasanmi? Men unga ishonaman. Men la ilaha illalloh deganman. Men unga o'zimni topshirganman. Meni Robbim shundayki, o'ziga iymon keltirganda do'zaxda xorlamaydi" degan ekan. Birodarlar, shunday lazzatli iymondamiz biz. Meni mana shu gaplarimni uylaringizdagi bolalarga aytib bering.